Canım bala. Men kanaat kaldım o altınım. Her ya bosa Allah'ın yeri. Ben sizden min mertebe razı bala. Siz ballarınız bilen hatırcam bəxtlik yaşsınız. Ben hatırcam bulmam bala. Sizni Allah'a tapşırdım. Yalnızım. Canım bala. Bu filmdeki hikayeler mening öz beşimden ötküzgen real vakalikler asasida yazılgan. Muşu filmde bir Uyg'ur ananing ve Londonda yaşagan bir Uyg'ur balasıniki muşu ana bala ikkisining o'tirsidagi mehr muhabbat ve bu mehr muhabbat ve bu hozirgi vaziyat yani 2015 yıldan buyon Xitoy hukumati millionlagan begunoh Uyg'urlarni jazo lagerlariga qamaydi. Necha yüz minglagan Uyg'ur o'smirlarni ota-onasidan ayiradi. Chet eldagi Uyg'urlarning vatanidagi qarindoshlari bilan ota-onasi bilan bo'lgan barliq telefon aloqalarini kesib tashlaydi. Mushaq bir voqea ko'nish qilish orqali shu Uyg'urlarniki jiddiy bugungi krizisi yo'rtib berilgan. Kimin 17 yılı 11 ayının 3. günü dostlarım orqali qadrdon atamning 4 gün burun vafot bo'lganligidan xabar topdim. Biroq men atamni oxiratga uzatishga qatnasha olmadim. Shuningdan keyin bugungacha yashnab qolgan, yanada holidan xabar oladigan odami yo'q. Yolg'iz onam bilan aloqalasha olmadim. Xitoy mushu ulug' Ramazon oylarida shunday statistiklar elindi. 5000'e kadar Uyg'urlarniki masjidlarini vayron qildi. Bütün gumbazlarni kesdi. O'ridi. Hozir qadar qanchalik Uyg'urlarning turmada o'lganligi jazo lagerlarida, qanchalik Uyg'urlarning qamalganligi hech qanday bir rasmiy bir ma'lumot yo'q. Xitoy bütün dunyodagi muxbirlarning mustaqil tekshiruvchi tashkilotlarning xodimlariniki sharh tursang berib vaziyatni tekshirishni chekladi. Aloqa yo'q. Mushaq bir ahvolda. Bulupmu kişini nait afsuslandırdığını
Uyg'urlarning etnik milliy qarindoshi bo'lgan O'rta Osiyo Cumhuriyatlari O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va shu jazo lagerlarida necha yuz minglagan qozoqlar bor, qirg'izlar bor, o'zbeklar bor, uyg'urlar bilan barobar. Bu davlatlardan bir davlat sifatida hech qanday bir sado chiqmadi. Chiqish kerakdi. Chunki bu bir hokimiyatning irqiy xohishda ma'lum bir millatga yo'qotish uchun ilib borgan jinoyatlar hisoblanadi. Texmi afsuslantiradiğini İslam dünyasından texmi sado chiqmadi. Şuna biz Uyg'urlar eng avval o'zimizning milliy qarindoshlarımızdan, etnik qarindoshlarımızdan, bizni eng yaxshi tushungan qarindoshlarimizdan biz yordam kutamiz. Bizga ma'lum Uyg'urlarmi bir qadimki turkiy millat. Biz tarixdan nurg'un madaniyatlarni yaratgan, inson madaniyatiga tuhfa qo'shgan bir millat. Bu millat, bu madaniyat yo'qolmasligi kerak, davomlashi kerak. Bu faqatla Uyg'urning emas, insoniyatning, jumladan O'zbek xalqining, Qozoq xalqining, Turk xalqining madaniyati. İslam dünyasının medeniyeti. Bu medeniyet saqlanishi kerak. Bu xalq, şu medeniyetni yaratgan xalq yashashi kerak, saqlanishi kerak. Şu ulug' Ramazon oylarida, Ramazon kunida hammalarniki şu Ramazon oyini tabriklayman. Uyg'urlar uchun yordamda bo'linglar. Uyg'urlar uchun duo qilinglar. Bu bir insonlik, bu bir mehr-muhabbat. Muş arqılıq biz özümüzün tilaklarını yetkizə alsak, hiç bulmasa yardımını bulalsak, muş arqılıq hissi, ruhi yardımını bulalsak, bu biz qılalaydıgan, qulumuzdan keldigan buruç. Makan tuttuk, ay, bağladın. Orun tegmey, kügen günümüz muşu, rekke buyun egmey, liven yalan.